Assalomu alaykum do'stlar. Bugun yana Chorsu bozoridamiz. Xudo xolasa bugungi avzorimiz videoni uzmasdan bo'ladi. Kuzatib turinglar. Bugun narx-navolar albatta tushgan. Ko'p narsalar narx tushgan ekan. Faqat avzor qilamiz. Like bosib, podpiska bosib turinglar. Xudo xolasa mana boshladik. Aka nok necha pul beryapsizlar? Nok 150 ming beramiz. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? 150 ming? Bananchi? Bana 24 ming yo'q, qaranzi. Kapalakchi? Kapalak 230 ming yo'q. 230 ming? Ha. 25 ming so'm atrof tushadi. 25 ming so'm tushadi. Rahmat aka. Aka limon necha pul aka? 45 ming. 45 ming. Aka sotanchi necha pul? 120 biro. 120 ming. Al. Aka qizil olma necha pul berasizlar? 18 ming. Goldenchi? 15 ming. Hop, hozir. Aka qizil olma necha pul? 19 ming, ana 21 ming. 21 ming? 17,5 ming. 14 ming. Aka kapalar necha pul berasizlar? 220 ming, mana 200 ming. 220 ming, 200 ming, ha? Ha. Ayba maydaro. Nokchi? 150 ming. 1 kilo olmachi aka? 22 ming. 22 ming. Bir qator narx so'rayman aka, bananchi? Banan 520. 520 ming korobkasi. Buni qayerda bandaringni? Turkiya. Turkiya. Necha puldan tushadi bu? 24 ming. Rahmat. Qo'l bilan necha pul holi? 14 ming. Yana 100 berarsa. Boyka olma necha pul ekan holi? Ashla 15 mingdan. 15 ming. Qarab qolasizmi? Rahmat. Kira o'raga. Necha pul aka o'ra? Kiloga 80 ming. 80 ming. 10 ming, ha. Hop, rahmat. Hop. Qo'l bilan necha pul? Bu 150 mingga 135 ming. 150 mingga 135 ming, ha? Uzumlarchi? Ay 80 ming deb chiqdi bu. 80 ming so'm. Bunisichi? Shumyali 45 ming. 43 ming so'm. 45 ming so'm, ha? Tamam. Uzum necha pul aka akalar? Salom. Qancha? 19 ming. Tamam. Ko'k olma necha pul aka? Ko'k olma 10 ming so'm. 10 ming so'm. Tamam. Uzum necha pul aka? 70 ming. 70 ming. O'ra necha pul aka? Sizlardami? O'ra necha pul? Araba kim yuklagan? 100 ming. 100 ming? 150 ming? Boykachi? Aka? Aka boyka olmachi? Buni oka 17 ming. 17 ming. Bunisi 14 ming, ha? Rahmat. Aka uzun necha pul chiqdi? 20 ming aka. 20 ming. qoldi aka, bu sotiladi. Hop. Bavhan nok necha pul qo'yilgan? 155 ming, 135 ming. 135 ming, 155 ming. 135 ming, 155 ming. Bemalol murojaat qilasiz. Hop. Nokchi bunisichi? Xitoy nokchi. 200 ming. 200 ming. Buni olmachi? Katta olma. 230 ming. Qancha tushadi? Necha kilo ola? Golden nima? Aka 22 ming. necha kilo? 30 ming sa, 11 kilo qoladi. Hop. Hop do'stlar, narxlar arzonlab bo'pti. Kuzatib turasizlar. Aka toyf uzum necha pul? 12 ming. Hop. Fanta apelsin nechi pul akalar? 15 ming.
Aka qizil olma nechi pul aka? 18 ming. Rahmat. Kapalar nechi pul berasizlar? Kapalar nechi pul berasizlar? 210 qilib beryapmiz. 210 monoqchi. 150 mingga 145 ming. Farqi. Farqi mana bittasi klyonkasi xiraroq, bittasi mana yaltiragan. Buchi Turkiyaniki, mandarin. Turkiyaniki 23 ming. 23 ming. Yo'q, apelsinchi. Apelsin 12 ming. 12 ming. Rahmat. Satanchi nechi pul aka? 30 ming kilosi. 30 ming. Aka qizil olma nechi pul aka? 25 ming. Goldenchi 19 ming. Bozorda olmalar arzonlashib qolgan. Hop, olmalar ko'ramiz. Nechi pul ekan bu ikki olma? O'sha 20 beryapmiz. 20? Bunisinchi? 17 qilib beraman. 17? Tamam. Arzonlab qolgan, kuzatib turasizlar, har kungi narx har xil. Top obuna bo'lib qo'yib. Aka pinkli nechi pul? 19 ming chiqardik. Mana bu yiriklari 21 ming. 21 ming. Rahmat. Aha. Yo'q. Voh. Hozir. Akada olma ko'proq ekan. Akalar, avion bormi? Avion keragicha bor bitta. Qarang, mashinadan bitta oling. Mana pinkli olma kimga kerak bo'lsa, akalarda avion bor ekan. Hozir nomerlarni qoldiramiz. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Aka, nomer qoldirasizmi? Kim nomer qoldiradi? 95lik hop. 006 32 82 ismingiz? Farhodjon aka. Aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolisa. Aviomga ham ishlayveradi. Dastlabki ham qilib beraverasizlar. Xohlasa qilib beramiz. Bo'ldi, dastlabki ham qilib beraverasiz. Bo'ldi. Rahmat akalar. Ha. Nimalsa chiqadi bu? Bozor narxida. Ha, bozor narxida deb yo'salang yutib chiqadi. Qachon chiqadi mana? Ertalabga chiqadi xolasa. Hop, olmalar ancha kamayib qoldi. Shunga esa narxlar ham ozgina pasaygan. Hozir akadan so'raymiz. Aka, yana kelyapman. Narxini boshqatdan bir aytib olasiz aka. Narxini Nech pul bu? 10 ming narx beryapman. Bu 10 ming qilib beryapsiz. Bunisini? Buni 13 qilib beryapman. Oxiri 13 ming qilib beryapsiz. Qizil olmaysiz-chi? 11 ming. 11 ming so'm. Rahmat aka. Hop, mana. Hurmatli obunachilar, bozorda oxirigacha aylandik. Hozir kimga nimani narx qizig'i bo'lsa, kommentariyada yozib ketinglar. Xudo xolisa hech narsani obzor qilib, hech narsani narxini chiqarib berishga harakat qilamiz. Videoda hozir turaman. Yana boshqa joydan tovarlar bor, xudo xolisa. Hop. Pomidor, bodringlardan narxini hozir yoritamiz. Hozir videoni o'tkazmasdan kuzatib turinglar. Mana bozor. Bugun chislo 27-mart holatiga. Kimga kerak bo'lsa, lokatsiyalarni tashlab beraman. Telegramdan yozsalaring. Aka, nech pul ekan qizil olmaysiz? 15 ming. Aka, uzun nech pul? Uzun oka 20 ming. 20 ming. Rahmat. Hop, pomidor, bodring, karam, bolgariski. Xohlasa hammasini narx-navolarni kunligini kunda tashab turamiz. Obuna bo'lish esdan chiqmasin.
Bozorlar. Kimga kerak? Aka necha pul ekan qizil olmaysiz? Qaysi biri? Bunisi. Bunisi 26 ming so'm, bunisi 25 ming. Bunisi 25 ming so'm, ha? Rahmat. Aka bu nokiz necha pul ekan? 150 ming. Videolarimiz o'tkazmasdan ko'ringlar. Aka banan necha pul? 150 ming. Ozgina ayib bor ekan, qorigan ekan. Shuning 150 ming so'mdan chiqarishyapti. Aka mandarin necha pul beryapsiz? Mandarinni oxiri 220 ming. 220 ming. Oxiri, ha? Yana nima bor? Yo'lga. Bu mandarin necha pulga beryapsiz aka? Aksiyada 20 ming qadar. Aksiyada 20 ming. Bundoqchi 16 ming so'm kilo. 16 ming so'm. Hop do'stlar, videoni ko'rgacha ko'rgan bo'lsalaring hammalaringga rahmat. Biroz kuzatishda davom etinglar. Endi pomidor badring narxlariga kirib ketyapmiz. Mana videoni uzmaymiz. Pomidor bilan badring narxlarini ko'rib chiqamiz. Assalomu alaykum akalar. Nechi pul ekan pomidor aka? 27 ming, 23 ming. Bu 27 ming, ha? Bu 23 mingmi? Moshna qanday gapirmadi? Rahmat aka. Xo'p, mana badringlar. Badringlar esa ko'p. Aka nechi pul ekan badring? 13 ming ekan. 13 ming. Yo'lg'on gapirasiz. Ro'zuy pomidorchi? Sizdanmi? 25 ming. Sizdan 25 ming. Bunisi aka? Bu ham 25 mingdan, ha? 24 ming. Xo'p, 25 ming, 24 ming. Rahmat aka. Pomidor nechi pul ekan akalar? 25 yarim. 25 yarim. Mesniymi? Mesniymi aka? Mesni yo'q, Mesni. Rahmat. Pomidor, boldiring, sekin. Keling. Nechi pul ekan aka? 27 ming so'm. 27 ming so'm. Ishda. Yo'q, video qilyapman aka. Nechi pul aka? 25 ming, srednisi 23 ming. Bu 25 ming so'm. Srednisi 23 ming so'm. 23 ming so'm. Nima desiz aka? 25 ming beraman. 25 ming qaysi birini? Ob'yom bormi? Ha, kami bu. 25 ming so'm. 25 ming tutdi. Bo'latgan. Bo'ldi, xo'p aka. Rahmat. Nechi pul aka bodiring? 11 ming, 11 ming deyildi. 11,5 ming, 11 ming. Tamam. Nechi pul aka bodiring? 13 ming. Rahmat. Do'stlar, mana pomidor badringlar narxini aylanib chiqdik. Badringlar ozgina ko'tarilib qolibdi. Pomidorlar o'sha narx. Videolarimizni yakunladik. Hammaga rahmat. Kuzatib boringlar. Telegram kanalimizga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Like'lar bosib qo'yinglar. Hammalarga rahmat.